Voy dod, bu mebelni ko'rganda bittada yoqib qoladi-yu. Voy mana bu kravatini qarang, qanaqa materialli qilib ishlangan, kombinatsiyali, вообще keng qilib ishlangan ekan. Shunaqa cho'tka qilib qo'yilgan ekan, gap bo'lishi mumkin emas. Faqat bir dona qolganda. Voy shkafimizni qaranglar, hamma yog'i ish bo'lib yotibdi buni. Ichlarida mana bunaqa pultlari bor ekan. Kechqurun o'ynab o'tirsangiz bo'ladi, mana bunaqa svetlarni o'chirib, yoqib, mazaq ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, buni bitta shkafning ichini bitta ko'ringlar, o'rtasi qanaqa keng qilib ishlangan. Meni bo'yim yetmayapti, rosa baland qilib ishlangan ekan. Lekin gap bo'lishi mumkin. Ruchkalar, ma'malari bor-ku, hammasi MDF dan bo'ladi. Eshiklari hammasi davodchik mexanizm. Xullas, buni ovorish kerak, faqat bir dona qolgan sili uchun. Xo'p, mana bu yoqda katta chesteri bor, tumbalari ham rosa katta bo'ladi. Trimozini qarang, qanaqa chiroyli qilib ishlangan. Uyingizni anu libo joyiga olib borib qo'ysangiz, remont vaqti tanlamagan mebelimiz mana shu bo'ladi. Bo'ldi, ko'p gapirma, narxini aytdingizmi? Narxini $8 qilib beramiz. Toshkent shahar bo'ylab yetkazish, qurib berish mutlaqo bepul. Faqat bez matras bo'ladi. Matraslarni ham o'zimiz ishlab chiqaramiz. 50 xil turdan ortiq matraslar bor. Xohlasangiz ortoped deysizmi, anatomik deysizmi, $90 dan boshlanadi. Bosib yuborgan joyi lekin.